O'zbekiston poytaxti kun sayin obod va chiroyli bo'lmoqda. Toshkent mehnatkashlari Ulug' Oktyabrning arafasida juda yaxshi sovg'a oldilar. Bir vaqtlar Piyon bozor deb atalgan joydagi opera teatrining yangi binosida bu nozik san'at kishini hayratda qoldiradi. Devor varga o'yib yozilgan xatlar, sharq uslubidagi o'ymakorlik ishlarining hammasini O'zbekiston xalq ustalari bajardilar. Teatrga birinchi marta kelgan kishilar loyihani tuzgan Stalin mukofoti laureati akademik Shusov bilan xalq ijodining ajoyiblaridan g'oyat mamnun bo'ldilar. Sovet hokimiyatining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali majlisda O'zbekiston SSR Ishlar Sovetining raisi O'rtoq Abdurahmonov doklad qildi. Товарищи, сегодня многомиллионный народ Советского Союза с гордостью отмечает 30-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 30 лет тому назад под руководством партии большевиков, партии Ленина и Сталина, наш народ свергнул власть помещиков и капиталистов. Сталин вдохновитель и организатор всех наших побед. Сталин символ единства советского народа. Сталин знамя, надежда, счастье всего трудящего человечества. Çok navcıva